Hozir siz o'sha qizlarning maktabiga Eronning o'zi zarba berdi. Eron o'zi zarba bergan deb G'alati hisoblayman. emasmi? Chunki nima uchun? Sababini aytaman. Ravshan akaning bu maktab masalasidagi fikriga men qo'shilmayman. Chunki 12 kunlik urushda ham aynan fuqarolik obyektlar urilgan edi, aynan maktablar urilgan edi. Maqsad keng miqyosli urush qilish. Asli Eronning maqsadi keng miqyosli urush qilish. Bu hujumni, bu operatsiyani ikkita davlat, Isroil ikkita nom bilan atadi, Qo'shma Shtatlar ikkita nom bilan atadi. Isroil Yahudiy qalqoni va sherning hayqirig'i deb nomladi. O'kirishi, hayqirig'i deb nomladi. Qo'shma Shtatlar esa yangi tong va epik g'azab deb nomladi. Mana shu nomlanishlaridan kelib chiqadigan bo'lsak va aynan nima uchun bugun kelib hujum qilganligining ba'zi simvolik jihatlari ham bor. Bu bilamizki 3-martda shu yahudiylarning Purim degan bayrami bor. Purim degan bayrami bu miloddan avvalgi 5-asrda o'rtaga chiqqan bayram. Bu bayram shu hozirgi Erondagi Hamadon degan joyda, oldin Ekbatan degan joy nomlangan. Shu yerda Eron shu forsiylarning bir davlati bo'ladi. U davlatni Hamoniylar. U davlatning vaziri u davlatning vaziri Hamon degan vaziri o'sha Eronda yashaydigan yahudiylarni o'ldirishni reja qiladi. Va u o'sha o'ldirishni yo'q qilishni reja qiladi. O'sha paytda podshoni malikasi bo'lgan Ester degan ayol o'zini yahudiyligini yashirib kelgan bo'ladi va oxiri u o'sha vazir Hamonni rejasini bilib qolgandan keyin podshoga aytadi va o'zini ham yahudiy ekanligini oshkor qiladi. Shundan keyin podsho o'sha Hamon degan vazirini o'ldiradi. Shu bilan yahudiylar bu o'limdan qutulib qoladi. Qirg'indan qutulib qoladi. O'sha fitnadan qutulib qoladi. Mana shu o'shaning uchun ham hozirgi kungacha mana shu Hamadonda bilamizki Ester va Mordahay degan majmua bor. Bu o'sha men o'zim Hamadonda bo'lganman, o'sha yerda borganman, lekin bu hozirgi rejim payti u yer yopiq. Lekin o'sha Ester va Mordahay degan o'sha majmua ham bekorga qo'yilmagan. Mana shu o'sha miloddan avvalgi 5-asrdan beri nishonlanib kelinadigan bayram. Purim degan bayram, ya'ni yahudiylarni ozod etilishi, qutulishi, o'lim xavfidan qutulishi degan ma'no bildiradi. Aynan mana shu kunlarga kelib Ali Hamanayni o'ldirilishi bejiz emas. Chunki Ali Hamanay ham umuman Eron rejimi 47 yilki yahudiylarga o'lim tilab keladi. Amerikaga ham. Mana shu o'lim tilab keladigan va ularga nisbatan qiladigan mana shu urushlarini nihoyasi deb qaralyapti. Ya'ni yahudiylarning yana bir qutulishi sifatida ko'rilyapti bu narsa. Bu bejiz mana shu kunlarga to'g'ri kelmaganligini ham bir ramziy bir ma'nosi. Yana bir narsa. Endi Qo'shma Shtatlarni va shu yerga qo'shimchangiz bo'lsa ayting. Mana shu harbiy amaliyot deymizmi, o'sha Eronga qilingan hujumni o'sha bir Amerika Qo'shma Shtatlar ko'proq sekulyar bir nom bilan atagan bo'lsa, Isroil tomoni buni bir diniy berishga harakat qildi. O'sha sherning o'kirishi ham bu Isroil yahudiylikdagi o'sha bir ramziy bir tushuncha. Mana shu Qo'shma Shtatlar va Isroil bu narsani ko'ryapmizki, asosiy qaratilgan operatsiyaning maqsadi bu siyosiy elitasiga va harbiy elitasiga qaratilganligini aytyapti. Trump ham chiqib nima dedi? Bizning maqsadimiz rejim dedi. Ya'ni Eron rejimini yo'q qilish dedi. Siyosiy rejimini va o'sha Amerikaga va Isroilga qarshi harakatlarni shakllantirayotgan bu harbiy elitasini yo'q qilishga qaratilganligini bayon qildi. Va operatsiya muvaffaqiyatli yakunlandi. Qanday qilib? Mana ko'ryapmizki, bu operatsiya natijasida Ali Hamanay o'ldirilyapti. Eng o'sha Eronni oliy rahbari, asosiy figura. Bu hatto
muzokaralar paytida asosiy to'siq ham shu edida. Mana Amerika Isroil bilan muzokaralarda Amerika va Isroilning shartlarini bajarmaslikni qat'iyatlik bilan yo'q deb turgan shaxs u Ali Xamenei edi. Bu aroqchi, bular Ali Xamenei nima desa shuni qiladigan vositachi diplomatlar hisoblanadi-da. Va Ali Xamenei bor ekan, hech qachon bu muzokaralar natija bermas edi. Va Ali Xamenei mana o'ldirildi. Bu asosiy figura. Undan keyingi qaraydigan bo'lsak, o'sha qurolli kuchlar shtabining boshlig'i Abdulrahim Musaviy o'ldirilyapti. O'sha inqilob qo'mondoni, Islom inqilobi qo'mondoni Muhammad Pakpur o'ldirilyapti. Uning yordamchisi Ahmad Vahidiy o'ldirilyapti va yana boshqa bir qancha mudofaa vaziri o'ldirilyapti va o'sha inqilobning asosiy generallari, o'sha figuralari o'ldirilyapti. 40 ga yaqin o'sha oliy rahbariyatdan 40 ga yaqin odam o'ldirildi deydi. O'ldirilyapti. Mana qarang-da, butun aniq maqsad uchun qilingan operatsiya bu. Nihoyatda ham toza ishlangan operatsiya. Bular nima uchun kunduz? Mana qaranglar, odatda harbiy harakatlar tunda qilinadi, kechqurun qilinadi anavi. Bu operatsiya kunduzi qilinyapti. Sababi nimaga? Chunki tunda ular bunkerda yashashini bilgan. O'sha razvedka kuchlari, o'sha Ali Xameneini ham va boshqa o'sha harbiy elitalar ham tunda bunkerda yotadi. Bu esa o'sha zarbadan saqlanib qolishligini anglatardi-da. Shuning uchun ham kunduzi ular ish paytida bo'ladi yoki uyda bo'ladi. Ish joyida bo'ladi, uyda bo'ladi. Ana o'shani bilib, aynan o'sha nuqtalarga zarba bergan. Va anagi qizlarni maktabi bu katta ehtimol bilan ko'ra Eronda o'z urgan deb hisoblayman. Nima uchun? Chunki Amerika maqsadi u yerda birorta bir fuqarolik obyektini urish bo'lmadi bu yerda. Agar urish bo'lganda fuqarolik obyektini boshqa joylarda ham urgan bo'lardi-da. Hozir siz o'sha qizlarning maktabiga Eronning o'zi zarba bergan. Eronning o'zi zarba bergan deb hisoblayman. G'alati emasmi? Chunki nima uchun? Sababini aytaman. Sababi ikkita. Birinchisi, xalqaro hamjamiyatni mana Amerika va Isroil tinch fuqarolar bo'lganda ham yosh qizlarni o'ldiryapti degan. Bu Isroil uchun ajiotaj chiqarish. Yo'q, bu Isroil uchun bir begona yoki Isroil uchun qabul qilinmaydigan holat emas. Isroil masalan G'azoda yosh bolalarni qancha yosh bolalarni o'ldirdi, misol uchun. Bu siyosatni, bu nima deymiz, endi tragedik bir anaqani amalga oshirib keladi. Buning ustiga 12 kunlik urushda ham aynan fuqarolik obyektlar urilgan edi, aynan maktablar urilgan edi. Bu yerda bitta asos sifatida aytgan edi 12 kunlik urushdagi o'sha adashmadan u yerda maktab urilgan edi. U yerda harbiy obyektga yaqin bo'lgan joydagi maktabni urgan edi va uni nishonda adashish bilan izohlagan edi. Buni ham xuddi shunaqa qilish mumkin. Endi Eron tomonidan bu narsani amalga oshirish, umuman boshqacha bir yusinda ham amalga oshirish mumkin. Uni atayin qilingan. Eron nima uchun buni qilayotgan birinchi sababi dunyoga mana Amerika va Isroilni harbiy operatsiyasini qanaqangi bir yomon o'sha fuqarolarning o'lishiga sabab bo'layotganligi bilan asoslash kerak nuqtai nazardan. Ikkinchidan Eron xalqini g'azabga keltirish nuqtai nazardan. Mana shu ikkita sababga ko'ra Eron uzurdi deb hisoblayman. Meni shaxsiy fikrim, chunki Amerika va Isroil uraman desa, boshqa juda ko'p obyektlarni urishi mumkin. Zotan havo aligisini to'liq kontrol qilyapti. Havo hududini. Havo hududini to'liq kontrol qilyapti Amerika bilan Isroil. Nima uchun boshqa joylarni ham ursa bo'lardi-ku? Urmayapti-da, aynan u holat bo'layotgan holati bu odatda shunaqangi haligi shunaqa harbiy haligilarda shunaqangi bir taktikalar bo'ladi. Xalqni g'azabini qo'zg'atish kerak bo'ladi dushmanga nisbatan. Mana bizni qizlarimizni, bolalarimizni o'ldirdi desa, Eron xalqi g'azabga otilib, unga qarshi kurashibga o'tishini kutgan bo'lishi mumkin. Lekin harbiy operatsiyani ham ko'ryapmizki, borilyapti, siyosiy elitasi, harbiy elitasi o'ldirilyapti va chekinilyapti. Bo'ldi. Bugun ham Isroil urdi deyapti, bu arab davlatlariga qilgan hujumiga javob sifatida urdi deyapti. Ana endi arab davlatlariga keladigan bo'lsak, mana Isroil mana Eron ko'ryapmizki, nima qilyapti? Arab davlatlarini
fuqarolik obyektlariga uryapti. To'g'rimi? Masalan, Dubayda bir mehmonxonani uryapti. Dubayda umuman harbiy obyekt yo'q masalanda. Nima uchun Dubayda uryapti? Mana boyagi gapimiz isboti. Sababi Eron butun mana shunaqangi urushda hammani jalb qilishga haligi undayapti. Hammani, arab davlatlarini ham haligi qo'zg'atishga undayapti. Agar bu maqsad nimaga? Maqsad keng miqyosli urush qilish. Asli Eronning maqsadi keng miqyosli urush qilish. Bu Eronning manfaatiga to'g'ri kelmaydi-ku. Ravshan aka, agar misol uchun hozir mana sizning mantiqingizdan kelib chiqib fikrlaydigan bo'lsak, ya'ni u Dubaydagi yoki boshqa bir o'sha fuqarolik obyektlarini ursa, Saudiyadagi yoki Qatardagi va u davlatlar qaytanga Eronga qarshi zarba yo'llashga Isroilga qo'shilib ketishi mumkin-ku. Mumkin. Eron shuni kutyapti. Bu Eronga zarar-ku. Eronga zarar, lekin Eron aynan mana shunaqangi urushlarga dosh beradigan davlat. Nima uchun mana Amerika harbiylari yoki Isroil yoki boshqa kuchlar yerga qo'nib kirib bormayapti? Nima uchun? Sababi Eron aniq bu narsada yutib chiqadi. Chunki Eronning shunaqangi relyefi, geografik relyefi shunaqangi tog'liq, shunaqangi adir tog'lardan iboratki, u yerga harbiylarni kirib borishi nihoyatda qiyin. To'g'ri. Va faqatgina havodan zarba berish, mana u harbiy operatsiyaga 1 oy tayyorlandi. Nima qilsak bo'ladi? Harbiylar o'zi odatda mana bir rejimni ag'darish uchun harbiylar yerga kirib kelish kerak-da, haligi bir noga hududga kirib kelish kerak bo'ladi. Hududga kirib kelmasa, u yerda hech qanaqangi siyosiy o'zgarishlar bo'lmaydi. Lekin Amerika bilan Isroil mana shu narsani qilmayapti. Nima uchun? Chunki u yerga harbiylarni kirib borish hech qanaqa natija bermasligini bilyapti. Eron bu narsani bilib turib, aynan harbiylar kirib kelsin bizga degan maqsadda u butun fuqarolik obyektlarini aynan Amerikani va Isroil ittifoqchilari bo'lgan arab davlatlarini nima qilyapti? Nishonga olyapti. Va shu orqali ularni ham g'azabini qo'zg'ab, keng ko'lamli urush bo'lishini istayapti. Eron istayapti bu narsani. Alim, Ravshan akaning bu maktab masalasidagi fikriga men qo'shilmayman. Chunki o'zim shaxsiy fikrim, albatta, 2007-yilda G'azoga Isroil armiyasi hujum boshlayotgan paytda havodan hujum qilish bu Isroil uchun juda ham xavfsiz va ko'proq resurs yo'qotmaydigan, insoniy resurs yo'qotmaydigan bir amaliyot sifatida ko'riladi har doim. Chunki Isroilda harbiy xizmatchilar, o'sha deylik, insoniy resurs cheklangan va shu sabab adashmasam o'sha paytda Isroil bosh vaziri Ehud Olmert bo'lgan va Olmertga Mordaxan Eliyahu degan diniy yahudiylikda nima deymiz, diniy bir rahbari va bugungi kundagi adashmasam Quddus va madaniy yerlar vaziri bor, Eliyahu, Amixay Eliyahuning bobosi bir diniy fatvo yuboradi-da. Havodan hujum qilinganda albatta nima deymiz, fuqaro obyektlari, infrastrukturadagi nima bo'lishi mumkin? Zarar yetishi mumkin va tinch aholi o'lib ketishi mumkin. Mana shuni Eliyahu, kechirasiz, o'sha Mordaxan Eliyahu diniy fatvo asosida G'azo aholisining, tinch aholisining o'ldirilishi Isroildagi yahudiylik shariatiga ko'ra hech qanaqangi mas'uliyati yo'q deydi. Ya'ni shariy nuqtai nazardan yahudiy galahasiga zid bir harakat emas. Ya'ni gunoh emas. Gunoh emas, ochiqcha unday aytadigan bo'lsa, gunoh emas deydi. Shuning uchun men o'ylaymanki, bir maktabni urib u yerda 200 yoki 100 ta yosh bolani o'ldirish ular uchun bir nima deymiz, hazm qilsa bo'ladigan holat sifatida ko'radi. Go'y tushunchasi ham bor-ku ularda, ya'ni o'sha yahudiylarda o'sha go'ylarni o'ldirish mumkin degan. Endi urush, endi bitta narsa, bu yerda urush bor, urush holatida hamma narsa bo'lishi mumkin. Hamma narsa bo'lishi mumkin. Tushunarli. Xo'p, qo'shimchasi bormi? Endi urushlar qurbonliksiz bo'lmaydi, to'g'risini aytsa. Bu yerda albatta harbiy operatsiyalarda muvaffaqiyatsiz bir nishonlar ham bo'lishi mumkin. Buni ham inkor qilib bo'lmaydi. Lekin katta ehtimol bilan Amerika va Isroilni qo'shma bir harbiy operatsiyasida menimcha fuqarolik obyektlari, ayniqsa bunaqa maktablardan uzoq turishga baribir harakat qilinardi-da. Bu boz ustiga ko'ryapmiz. Masalan, harbiy operatsiyalar davom etmayapti. Masalan-da, Amerika
turibdi hozircha va Isroil bugun ham hujum qildi deydi. Endi javob ligisi arab davlatlariga qilingan hujumga javob tariqasida berdi deyapti. Agar harbiy amaliyotlar, zarbalar davom etganda edi, bu keng ko'lamli harbiy operatsiya hali davom etyapti va buning natijasida fuqarolik obyektlarini ham nishonga olish ehtimoli yo'q emas desak bo'lar edi. Lekin ko'ryapmizki, bu to'xtatilyapti. To'xtatildimi, demak oldindan rejalashtirilgan. Biz aniq Ali Xameneyni uramiz, mana shu harbiy elitalarni uramiz, bo'ldi, shu bilan to'xtatamiz degan kelishuv bo'lgan oldindan. Va buni amalga oshirdi. Ali Xameney ham o'tirgan uyga hujum qilinyapti, u yerda qizi va kuyovi o'lyapti. Ko'ryapmiz. Va harbiylarni ham, aynan harbiylarni ham iligisiga uryapti, ya'ni ish joyiga uryapti. O'sha harbiylar borib, harbiy elitalar borib joylashgan ish joylariga borib nima qilyapti, hujum qilyapti. Ya'ni o'sha ayni ish vaqti boshlangan paytga uryapti-da. Bu narsa ham bekorga qilinmagan, chunki operatsiya shunga qaratilgan bo'ldi. Lekin hozir misol uchun o'sha maktab masalasida Amerika Qo'shma Shtatlari yoki Isroilning o'zi hali biror bir nima deydi, ma'lumot bergani yo'q-da, ya'ni bayonot bilan chiqmadi, ya'ni biz urmadik degan bir bayonot bermadi-da, ya'ni o'sha Isroil va AQShni ham bu masalada jim turgani odamni baribir o'ylantiryapti-da.